Otam meni qori qilgan bo'lsa-la ham, shu qoriligim bilan faxrlanishimga, shu qoriligim bilan maqtanishimga hech qachon yo'l qo'ymaganlar. Yoshligimdan hech qayerga borman, qoriman, o'qigan odamman va hokazo degan narsani aytolmasdim. Otam mana shunaqa tarbiya berganlar endi. Bir kuni Istanbulga safar qilganmiz. Otam, men va yana bir kishi. Turklarda yosh katta insonni qo'lini o'pish kerak bo'ladi, ya'ni qo'lini o'pib turadi bular. Keyin qo'limni o'pdi-da, bitta yosh katta afandi bilan gaplashib qoldik. Qayerdansan dedi. O'zbekistondanman. Keyin nima o'qigansan? Ha, endi gapira olmayapman-da endi. Keyin nimalarni bilasan? Aytolmayapman. Adam turibdilar chunki. Va uchinchi shaxs aytdiki, bu Qur'on hofizi bu dedi. Haligi yosh katta odam, men seni qo'lingni o'pishim kerak ekan o'zi deb. Qo'lini bermasan, qo'lini o'paman deb turib oldi. Keyin adam yo'l qo'ymadilar bu narsaga. Ya'ni otam doim aytadigan gaplari, kamtar odam eng insonlarning oldida hurmatli odam. Inson qanchalik kamtar bo'lsa, insonlar uni shunchalik hurmat qiladi. Insonlar hurmat qilishi uchun kamtar bo'lmasligi kerak odam. Insonda eng yomon holatlardan bittasi maqtanishlik va faxrlanishlik. Maqtanuvchi va faxrlanuvchi odam ko'p holatda sharmanda bo'ladi. Nima uchun sharmanda bo'ladi desa, masalan, ilmi bilan, bilimi bilan faxrlanadigan odamlar ko'p holatda sharmanda bo'ladi. Nimaga sharmanda bo'ladi desa, u o'zicha maqtanib gapiradi, lekin atrofida undan ham yaxshi biladigan odamlar o'tirgan bo'lishi mumkin. Boyligi bilan maqtanadi, faxrlanadi, atrofida undan ham boy odam o'tirgan bo'lishi mumkin. Shuning uchun ham faxrlanish va maqtanish insonni sharmanda qilishdan boshqa narsaga yaramaydi.